Assalomu alaykum birodarlar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Bugun zamin operatsiya qildik. Germaniyada bugun zapret edi. Germaniyaga kira olmadik tani. Gollandiya bilan Germaniyaning chegarasida qoldik. Yukimiz -20 ekan, avtomat. Platni parking bergan. Mana bu yerda Qirg'izistonlik bavurlarimiz Belgiya Volvo zavodidan bizning firmaga mashin pergon qilyapti ekan. Yangi Volvolar. U kun videoda aytganim, oldi Damaznikiga o'xshaydiganim mana bu eskiroq varianti, mana bu yangiroq variant. Selipoy zona hamma joyini ko'radi. Oldingizdan odam o'tib ketsa ham to'xtaydi, tormozlaydi o'zi. Oldi Damazga o'xshaydi. Mana nomerlari ham pashti ketma-ket 376 71 56. U yoqda ham turibdi. Qarochi 10 ta mashin. Har 3 kunda 10 ta mashin pergon qilyapti ekan. Bir oyda 80 ta dedimi, shunday mashin pergon qilish kerak ekan. Mana bu jonivorni nasib bo'lsa ertaga Germaniyaga kelga topshiramiz. Buni o'rniga xuddi shunaqa yangi faqat Mercedes Actros olamiz. Bu jonivor sotuvga tushibdi o'sha. Texnika jonivor emas, texnika sotuvga tushibdi. Buni qaytar dedi. Sen boshqa mashin ol dedi. Mana bu yoqda avtobuslar. Avtobusda ishlash bu tintovka reflarga qaraganda ancha qiyin, chunki avtobus 18 metr emas, 20 metr bo'ladi. Javobgarligi ko'p. Mana buni qarang. Sog' bo'lasizlar, tinch bo'lasizlar. Nasib ertaga Mercedes olib ko'rsak. Bu Mercedes uncha xohlamayapman. Borib ko'raylikchi. Agar almashtirish varianti bo'lsa, Volvoga almashtiramiz. Variant bo'lmasa, iloji yo'q, Mercedes o'zini minaveramiz.